O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi Farg'ona viloyat bo'limida 52 ta rassomlar birikib faoliyat ko'rsatishadi. Ular mo'yqalam tebratib jonajon vatanimizning go'zal manzaralari, tarixiy shaxslar, hayotiy ko'rinishlarini o'ziga xos tarzda ifoda etadilar. Quvonchli tomoni shundaki, yoshlar orasidan ularning o'nlab izdoshlari chiqyapti. Kulolchilikda badiiy chizgilar alohida san'at va mavzudir. Viloyatda, ayniqsa Rishtonda usta kulol rassomlar maktabi yaratildi. Ular kamalak rang chizgilarini bo'yoq va igna bilan sopolda aks ettirib, o'lmas asarlar yaratishmoqda. Bugun Farg'onaga O'zbekistonning barcha viloyatlaridan badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zolari, rassomlar kelishdi. Maqsad avvalo o'zaro tajriba almashish, qolaversa rang tasvir hamda kulolchilik muammolari haqida fikrlashish edi. Badiiy ijodda qobiliyatning o'zi yetarli emas, dedi O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi Farg'ona viloyat bo'limi raisi Lyubov Semizorova. Ilhomlantiruvchi muhit va sharoit kerak. Farg'onada bularning hammasi bor. Rassomlarimiz Rossiya, Yevropa va hatto Amerika ko'rgazmalarida ham ishtirok etishmoqda. Alisher Hamidov, Otabek Shokirov, Malika Boltayeva kabi rassomlarni xorijda ham tanishadi. Farg'ona davlat universitetida tasviriy san'at mutaxassislarini tayyorlovchi alohida yo'nalish ochilgan. Tasvir san'at kafedrasini ichida 3 ta yo'nalishi bor. Demak, tasvir san'at muhandislik grafikasi, dastgohli rang tasvir yo'nalishi va badiiy kulolchilik yo'nalishi bor. Bu yo'nalishda o'qigan bolalarimiz mana amaliyotlarda plenerlarga, tog'larga chizgan chiqishadi. Dastgohli rang tasvir rassomlari bular professional rassom bo'lib chiqadi. Hozirgi kunda 300 dan ortiq talabalar o'qib kelyapti. Rassomlarning ijodiy muloqoti Rishton, Marg'ilon va Qo'qondagi taniqli ijodkorlar ustaxonalarida davom etadi.